Assalomu alaykum, hurmatli talabalar va kanalimiz kuzatuvchilari. Men Termiz davlat universiteti psixologiya kafedrasi katta o'qituvchisi, psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori Alimardanova Salomat Bobonazarovna bo'laman. Siz bilan psixologik trening asoslari fani bo'yicha bugungi mavzumiz o'smirlarning o'ziga ishonch treningini ko'rib chiqamiz va o'smirlarda aynan o'zlariga nisbatan qanday ishonch treninglarini olib borish mumkin, qanday qilib bu treninglar tashkil etiladi va treningni olib borishda nimalarga e'tibor berilishimiz yuzasidan bir qator jihatlariga to'xtalib o'tamiz. Hozirgi kunda turli guruhlarga bo'linib ishlash jarayoni keng tarqalgan va bularning hammasi trening degan tushuncha birlashtirib turadi. Chunki guruhlar bu 2 kishi bo'lsa, demak guruh tashkil etiladi va bunday 2 kishilik guruhdan biz aynan oilani ko'z oldimizga keltirishimiz mumkin. Oilada 2 kishi, erkak va ayol birlashadilar va ular oila qurgandan keyin ularni biz guruh deb tushuna olamiz. Va hozirgi kunda psixologik treningda yoki psixologiyada treningni qo'llash jarayonida guruhlarning oila guruhlari, o'smirlar guruhlari, ilk o'spirinlar guruhlari, pedagoglar guruhlari va bunday guruhlarni juda ko'plab keltirishimiz mumkin va bunday guruhlar odatda jipslashgan tarzda shu narsani bildiradiki, bu guruhlarning tuzilishi, insonlar soni va yosh jihatidan har xil bo'lishidan qat'iy nazar ularning hammasi trening degan tushuncha bilan birlashib turadilar. O'smirlik davri bu jamiyatda shaxsning shakllanishida va kelajakdagi shaxs bo'lib shakllanishida, rivojlanishidagi eng katta va juda jadallik bilan rivojlanadigan davr sifatida e'tirof etiladi. Va 11-15 yosh, o'g'il bolalarda 16 yoshda o'smir ota-onalari, kattalari, tengdoshlari bilan munosabatda, kelajakda va shaxsiy hayotda muhim o'rin egallaydilar. Ushbu yosh davrida ularning rivojlanish jarayonida olgan bilimlari, ko'nikmalari ular hayotiga juda ta'sir ko'rsatadi. Va o'smirlik trening guruhlarining turlari bor. Chunki aynan o'smirlik 11-15 yoki 16 yoshlarni tashkil etsa-da va bunday yoshlarga nisbatan ham ularni turli xil guruhlarga ajratib olib treninglar olib borishimiz mumkin. Masalan, ruhiy yo'nalishlari bo'yicha birinchi guruhimiz ruhiy yo'nalishlari bo'yicha ruhiy jihatdan yordam kerak yoki u qo'llab-quvvatlanishga muhtoj bo'lgan o'smirlarga ruhiy yo'nalishlar bo'yicha treninglar olib borish kerak bo'ladi va bu muammo ostida ularga ruhiy yo'nalishlar bo'yicha alohida biz o'smirlar guruhini tashkil qilishimiz mumkin. Ikkinchisi maqsad va masalalar bo'yicha odatda o'smirlik shaxsiga o'ta boshlaganda bolalarda maqsadni tushuna olish va maqsadi sari harakatlanish olish uchun ilk o'zlarini fikrlarini, e'tiborlarini qaratishni bilamiz va biz shu joyda ahamiyat berishimiz kerakki, o'smirlarda tafakkurning tanqidiy ko'rinishi juda yaxshi rivojlangan bo'ladi va aynan o'smir nafaqat atrofdagilarga, balki o'ziga ham tanqid ko'zi bilan qarashni boshlaydi. Shuning uchun o'zi amalga oshirmoqchi bo'lgan maqsadlariga nisbatan ishonchi susayib ketgan holatlarda ularda maqsadni yanada tarkib toptiruvchi guruh tashkil qilib ish olib borish maqsadga muvofiq bo'ladi. Va ishlatilgan vositalar bo'yicha odatda o'smirlar shu yoshda o'ziga tanqidiy tafakkur bilan qarash asnosida ular qaysi kasbni egallash bo'yicha beqaror qiziqishlarga duch kelib qoladi va ularni qiziqishlari ostidagi eng barqarorlarni bilib olish uchun aynan undagi layoqatning qaysi jihatga ustunligini sezib uchun ham biz ko'pgina trening o'tkazishdan oldin psixologik testlarni ishlatib, ulardan olingan ma'lumotlar evazida ularni qiziqishlari bo'yicha yoki motivlarini yo'naltirish bo'yicha ham o'sha vositalarga ko'ra ajratib olishimiz mumkin. Va tuzilishi bo'yicha guruhlar, bunday guruhlarni biz yoki o'smir o'g'il bolalarni faqat o'g'il bolalardan iborat guruhlarda yoki o'smir qiz bolalardan iborat guruhlardan qilib o'tkazib olishimiz mumkin va bu keyingi navbatdagi ishtirokchilarning tarkibiga ko'ra guruhga ham taalluqli bo'ladi. Odatda o'smirlarning erkin fikrlashi va o'zlari bilan bir xil jinsdagi bo'lgan qizlarga yoki o'g'il bolalarga nisbatan ularning fikrlarini erkinroq bildira olishlari uchun ishtirokchilar tarkibiga ko'ra ham guruh turlari ajratiladi.
va o'smirlar bilan guruhlarga bo'lib ishlash holatlarida quyidagi qoidalarga biz amal qilib olishimiz kerak. Agar trening boshida qoidalar qabul qilinmasa, ishtirokchilar o'zlarining fikrlarini qoida tariqasida qabul qilishlari va ular guruhga munosib bo'lmagan holda xatti-harakatlarni sodir etishlari mumkin. Shuning uchun ham har qanday o'zi treninglarni boshlashdan oldin guruh qoidalari ishlab chiqilib, ular qabul qilinib oladi va ayniqsa o'smirlik yosh davrida tashkil etilgan treninglarda bu juda katta ahamiyatli. Chunki bolalarning tez fikrlashi, o'zlariga nisbatan, atrofdagi nisbatan jadal munosabatda bo'lishlari ushbu qoidalarni eng avval boshida ularga tushuntirib qabul qilib olish treningdan samarali natija olishni ta'minlab beradi. Birinchisi bu faollik qoidasi bo'lib hisoblanadi. Ya'ni guruhda hamma ishtirokchi faol bo'lishi kerak. Guruh a'zolaridan 2-3tasi faol bo'lib, qolganlari qolib ketishlari bu mumkin emas. Ikkinchisi rostlik qoidasi. Hamma ishtirokchilar imkoni boricha rost gapirishga harakat qilishlari kerak va ular rost gapirishadi. Sababiki bu o'zini rivojlantirish uchun va o'ziga nisbatan ishonchni oshirish uchun olib boriladigan treningda yolg'on aralashuvi trening samaradorligiga salbiy ta'sir qiladi. Va uchinchi, tenglik qoidasi. Guruhda hamma ishtirokchilar tenglikka asoslanadi. Ular orasida eng yaxshisi yoki eng salbiy xarakterga ega ekanliklariga ajratilmaydi. Ularning hammasi teng huquqli shaxslar sifatida, o'quvchilar sifatida qabul qilinadi. Va to'rtinchi, hozir va shu yerda qoidasi. Ya'ni deylik, bugungi o'smirni o'ziga ishonch treningi bu mavzusida olib borilayotgan treningda muhokama qilingan jarayonlar, o'smir qizlar va o'smir o'g'il bolalar tomonidan aytilayotgan fikrlar hammasi shu yerda bo'ladi, shu xonada tashkil etiladi va trening ishtirokchilari xonadan tark etgandan keyin bu mavzu haqida hech qanaqangi muhokama amalga oshirilmaydi. Shuning uchun barcha ko'rilayotgan fikrlar mana shu yerda va shu xonada qolib ketishi kerak va shu vaqtda ushbu qoidaning ahamiyati o'smir yoshdagi bolalarga juda kengroq tushuntirib beriladi. Va keyin maxfiylik qoidasi va bu yuqoridagi qoidani mantiqiy davomi. Shu yerda aytilgan gaplar hammasi sir saqlanadi va uni boshqa joyda aytish mumkin emas. Va oxirgi qoidamiz konstruktiv teskari aloqa qoidasi. Ya'ni kun davomida psixolog trenerdan olgan ma'lumotlarni yakunida, mashg'ulot yakunida qayta bir takrorlab, qayta aloqa o'rnatib olish. Sababiki nafaqat psixologik treninglar insonga rivojlantiruvchi mashqlar orqali juda ko'p bilimlarni ham o'rgatadi va bilimni mustahkamligini eng yaxshi yo'llardan biri uni takrorlab olish bo'lib hisoblanadi. Shuning uchun ham trening yakunida biz teskari aloqani amalga oshiramiz. O'ziga ishonmagan o'smirlarning muammosi asosiy masala bo'lgan va bundan keyin ham bo'lib qolaveradi. Buning sababi biz yuqorida aytdikki, o'smirlar o'sha treningdagi natijalardan ko'pincha trenerning kasbiy mahoratiga, uning tajribasiga, trenerlarning kasbiy mahoratidan tashqari ularni quyidagi shaxsiy xususiyatlarga ega bo'lishi lozim. Insonlarga yordam berish istagi bo'lgan, tajribali, o'ziga ishongan, ichki sezgisi kuchli rivojlangan insonlar yaxshi trener bo'la olishadi va trener turli muammoli vaziyatlardan chiqa oladigan bo'lishi kerak. Ayniqsa o'smir yoshidagi o'g'il qizlarning juda tez fikrlashlari va yana bir bor qaytarib o'tamiz, tanqidiy tafakkur trenerlarga anchagina mas'uliyatni yuklaydi va trener har vaziyatdan chiqib keta olish uchun mohir bo'lishi kerak va u bilimli bo'lishi kerak, talablariga javob berishi lozim. Va guruhda trenerlar 4 ta tarbiyaviy rolni amalga oshirishadi va trener o'zi bir kishi, lekin u quyidagini amalga oshirib, bu rollarda bir varakayiga bajarib, shu orqali o'smirlarda o'ziga nisbatan mehrni, sadoqatni va hurmatni shakllantirib olishadilar. Trenerning eng birinchi roli bu ekspert. Ya'ni u ekspert sifatida barcha ishtirokchilarni aniq va to'g'ri baholay olishi kerak. Keyingisi katalizator, ya'ni eng asosiy g'oyalar bu trenerga taalluqli bo'lishi kerak va g'oyalarning ketma-ketligini shunday amalga oshirish kerakki, o'smir o'quvchi o'g'il bolalar va qizlar
qizlarda zerikish hissi paydo bo'lmasligi kerak va g'oyalar ularni yoshiga munosib bo'lishi kerak, ularda qiyinchilik tug'dirmasligi lozim. Keyingisi dirijor. Ya'ni siz bilasiz, dirijor inson, dirijor rolidagi odam guruhda necha kishi bo'lishidan qat'iy nazar, ular qanaqa musiqa asbobini chalishidan qat'iy nazar, ularni bir butun bitta ohangga keltira olish, xuddi shunday guruhdagi turli xil 11, 12, 13, 14, 15 va 16 yoshli bolalarni, o'g'il va qiz bolalarni fikrlarini aynan bitta tizimga keltirib olib, bir-biriga xizmat qildira olishni uddalagan trener bu dirijorlik rolini mahorat bilan bajargan bo'ladi. Va keyingisi bu namunali ishtirokchi roli. Trener doim o'zi ishlayotgan o'smirlarga nisbatan namuna bo'la olishi kerak. Belgilangan mashg'ulotlarga o'z vaqtida kelish va o'z vaqtida mashg'ulotni yakunlash va o'zini imajiga e'tiborli bo'lish, o'zini gap so'zlarini nazorat qilib borish bu namunali ishtirokchi ekanligini ta'minlaydi va namunali trenerni ko'rgan o'quvchilar albatta o'zlari ham trenerga mos bo'lishni amalga oshiradilar. Va trener uchun guruhdagi kechayotgan vaziyatni izohlash ekspert roliga to'g'ri keladi, chunki biz vaziyatni ifoda etib, uni baholab, u agar salbiy tarafga ketayotgan bo'lsa, uni ijobiy tarafga burib yuborish ham bu ekspertning vazifasi. Katalizator sifatida trener guruh ishtirokchilarining shaxsiy xususiyatlarini ochib beradi, ya'ni o'smir qizlarni, yigitlarni xafa qilmasdan, ularga ozor bermasdan, silliqlik bilan ularning o'z xususiyatlarini o'zlariga namoyon etish va dirijorlik roli sifatida trener guruh ichidagi tartibni saqlab turish, ana yuqorida ham aytdik, va xafaqonlikni yoki noxushlikni yoki tajanglik kayfiyatidan chiqarib olib, bir maromda ushlab turish kerak o'smir o'quvchilarni. Va ba'zida trener namunali inson sifatida o'zining shaxsiy xususiyatlari haqida ochiq oydin ko'rsatib beradi va ishtirokchilar bilan iliq munosabat o'rnatishga sabab bo'ladi. Va trening jarayonida olib borilayotgan lavhalardan ko'rib turibsiz va teskari aloqa, biz aytdik mavzumizni boshida, har qanday mashg'ulot yakunidagi bir qoida borki, 6-qoidamiz bu guruhda ishlashning foydali taraflaridan biri teskari aloqa va teskari aloqa tarbiyaviy, his-hayajonli hamda hayajonli tarbiyaviyga bo'linadi. Menimcha sen o'zingni hukmingni o'tkazmoqchisan. Bu tarbiyaviy gap. Agar odatda o'smir asabiylashib ketayotgan bo'lsa, ushbu gap bilan uni tarbiyalab qo'yish mumkin. Sen menga yoqasan, bu his-hayajonli, ya'ni o'z shaxsini namoyon etishda erkin fikrlaydigan va faol ishtirokchiga nisbatan qo'llasak bo'ladi. Va hayajonli hamda tarbiyaviy, sen o'zingni hukmdorday tutasan, bu mening jahlimni chiqaradi. Agar e'tibor bersangiz, bu yerda ikkita gap bor. Buning sababini va ta'sir darajasini aniqlashga imkon beradi. Va eng ko'p psixologik treninglarda o'sha o'ziga ishonch treningining asosiy tushunchalariga e'tibor berishimiz kerak. Almashish, operatsionizm, mustahkamlash o'quvchilarga tavsiyalar va tushunchalar ko'rinishida amalga oshirilib boradi. O'ziga ishonchni tarbiyalashning asosiy usullari bor. Bular kuzatilayotgan tartibga diqqat qilish orqali desensibilizatsiya, ya'ni guruhda bir xil muammosi borlar bir-biriga yaxshi ta'sir ko'rsatadi va ular bir-birini qo'llab-quvvatlash bilan o'zidagi shaxsiy muammoni bartaraf etadilar. Ikkinchisi bu o'quv modeli, ya'ni muammolarni hal qilishda o'qituvchi nima qilish kerak, rahbar nima qilish kerak, ota-ona nima qilish kerak, bu yerda bilimlar beriladi. Keyingisi tartibni charxlash, turli vaziyatlarda ishtirokchilar o'zlarini boshdan o'tkazib ko'radi. O'zgarishlarni baholash, yaxshi xulqqa erishilganda baholash amalga oshirib, rag'bat berilib boriladi. Va oxirgisi bu uyga vazifa, ya'ni kundaliklarni to'ldirib, o'ziga baho berish va tarbiyaviy vazifalarni bajarishdan iborat bo'lib hisoblanadi. Mana olib boriladigan treningning asosiy maqsadi bu yaxshi natijaga erishishni ta'minlash va yuqorida siz o'smirlarni o'ziga nisbatan ishonchni
amalga oshirib beruvchi treningning tuzilishini ko'rib chiqdingiz, amalga oshirish bosqichlari va qonun qoidalari bilan tanishdingiz. Agar sizga bugungi mavzu bo'yicha savollar paydo bo'lsa, ekraningizda ko'rib turgan manzillarga murojaat qiling va biz sizning savollaringizga imkon qadar to'liq va qisqa javob berishga harakat qilamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.